aslida bu yerga borgan hammani ham kirgizmaydi. Ya'ni huquq yo'q bu yerga kirish uchun. Bu yerga kirish uchun sizda o'zingiz shaxsiy kompaniyangiz bo'lishi kerak, ya'ni firmangiz bo'lishi kerak, qonun qoidalari bor, ularga amal qilishingiz kerak, nima deydi, tushishingiz kerak. Bizda Arti Holdings kompaniyasida bular hammasi bor, shuning uchun sizlarga bemalol mana kirib, portga kirib, kemalarni ko'rsatib, bu yerdagi jarayonlarni ko'rsatib, bizning logistika kompaniyamiz qanaqa ishlayotganligini ko'rsatib, qayerga nima yuborayotganligimizni ko'rsatib, sizlarga ma'lumot beramiz. Ko'rib turadigan bo'lsanglar, mana tor qilib terib qo'yganmiz bugungi texnikalarimizni, Qozog'iston ham Qirg'izistonlik texnikalarimiz bor. Hozir videoni oxirigacha ko'rsanglar, bir boshda ko'rsatib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Sizlarda ham agar shunaqa texnikalar bo'lsa, Janubiy Koreyada biz logistikamiz orqali shu Qozog'istonga, Qirg'izistonga yuborib beramiz. Bemalol bizga ishonib topshirsanglar bo'ladi. Butun holatda bo'linmasdan. Endi esa ketdik, texnikalarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz, xudo xolisa. Texnikalar hammasi full komplekt. Ya'ni atbo'ynigi, mana qaychisi bu yoqda turibdi, bu yoqda qulaydi. Yangi olingan qaychi, ko'shi uchta va qolgan kerakli narsalarigacha bor. Qozog'iston Chimkent shahriga chiqib ketayotgan texnikamiz 48 soat ishlagan. 18-yil texnika. Keyingisi esa 22-yil. 2022-yil full komplekt bilan mana qo'yishlargacha berilgan. Xudo xolisa, buni logistikasini yana yo'lda tez va ishonchli holatga yetib borishini biz bo'ynimizga olganmiz. Biz logistika kompaniyamiz. Shu paytgacha hech kimni yo'ltirib qo'ymadik, Xudoga shukr, va bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. 2600 soat ishlagan texnika 2022-yil bu ham mana Qozog'istonning Chimkent shahriga chiqib ketyapti. 5200 soat ishlagan ekan, buni ham komplekt berilgan. Xudo xolasa, buni ham logistikasini o'zimiz amalga oshiramiz. Texnikani ko'rinishiga o'zinglar bitta baho berib qo'yasizlar. Salonlar ham yaxshi holatda ekan. Qozog'istonni Chimkent, ya'ni bugun Qozog'iston, Qirg'iziston ikkita davlatga xudo xolasa texnikalarimiz bor. 20-yil 8200 soat ishlagan texnika. Komplektida esa uchta qovush, atbo'ynik, qaychisi yo'q ekan, 360 adapteri bilan. Atbo'ynik Hyundai'da original ekan. Hyundai'da original atbo'ynigi unga qo'shib berilibdi. Shunday qilib Qirg'izistonlik do'stlar, Qozog'istonlik do'stlar, bemalol bizning logistika kompaniyamizga ishonsanglar bo'ladi. Janubiy Koreyadan shunaqa texnikalarni sizning mamlakatingizga, sizning texnikangizni ishonchli va sifatli holatda biz yetkazib beramiz. Narxlar hozir juda ham ajoyib bo'lib qolgan. Narxlar tushdi, bemalol xudo xolasa sezon hozir yangi yilgacha murojaat qilsanglar, texnikani bilasizlar. Butun yuboramiz. Biz hech qanday konteynerga bosmaymiz, hech qayerga bo'lmaymiz. Qarshilarni kema turibdi. Mashinaga qanaqa siz ko'rsangiz, butun holatga yetib boradi. Bo'linmaydi. Xudo xolasa shu paytgacha kelyapmiz. Biz logistika kompaniyamiz orqali Qozog'iston, Qirg'izistonga chiqayotganlar ko'p. Agar sizda ham bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling. Quyida telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Xohlasa siz qanday ko'rgan bo'lsangiz o'sha holatga yetkazib berishni Arti Holdings kompaniyasi amalga oshiradi.